Eli televiziya stansiyasining tahriri rejissor Erkin Tursunning Xitoy saqchilari tarafidan tutib ketilgandan keyin oz deganda 7 yillik qamoq jazosiga hukm qilinganligi bildirildi. 50 yoshlardagi nayt tonilgan ijtimoiy va madaniyat faoliyatchisi Erkin Tursunning nima sababdan tutilganligi va kesilganligi noma'lum. Malayziya Xalqining Adolat partiyasi rahbari Anvar Ibrohim oldimizgi hafta Xitoyga qilgan ziyoratida Sharq Turkistondagi musulmonlarga qarshi diniy va milliy kamsitish masalasini kun tartibga kirgizganligini aytdi. Anvar Uyg'urlar haqidagi andishlarini bundan burun Xitoyga bildirganligi haqida to'xtalib, masala aniqla ularning haq-huquqi bilan munosabatlik, bu masaladagi pozitsiyamiz zo'ravonlikqa hech bir shaklda ko'z yummaslik dedi. Saudiya Arabistonlik jurnalist Jamal Khashoggining konsulxona ichida yuz bergan qalayimqonchilikda urib o'ldirilganligi dalillandi. Saudiya Arabistonda e'lon qilingan podshohlik qarornomasi bilan Saudiya Arabiston bosh istixborot organining muavin boshlig'i Ahmad Ashiri vazifasidan olib tashlandi. Jamal Khashoggining konsulxona binosida hayotidan ayrilganligi sababli 18 nafar Saudiya Arabistonlikning qo'lga olinganligi e'lon qilindi. Afg'oniston o'zbeklarining ayol parlament a'zosi nomzodi Farisa Shams Sadat 20 oktyabr o'tkaziladigan saylamdan burun ochiladigan bir yig'inda turklar engini ta'kidladi va turk xalqining simvoli bo'lgan Bozkurt belgisini berdi. Afg'onistonning Janubiy Turkiston rayonida yashaydigan o'zbek va turkmanlar qurgan Jumboshi Milliy Islom partiyasi 20 oktyabr shanba kuni o'tkaziladigan saylamga qatnashdi. Partiyaning nomzodi Shamsi Sadat bir yig'inda so'zlagan nutqi sababli ijtimoiy taratqularda ta'sir qo'zg'adi. Hindistonning Panjab o'lkasida bir yo'lovchilar poyezdi bayram o'tkazish uchun temir yo'l atrofiga yig'ilgan kishilarni so'qiyotgan bo'lib, dastlabki tekshirishlarga asoslanganda 58 kishi o'lib, 50 kishi yaralangan. Naq maydon shohidlari o'xshash vaqtda qarshi tarafdan kelgan bir poyezd kechish yo'lini to'sib olganligi uchun nurg'un kishining poyezd ostida qolganligini bildirdi.